Akalar, mana haqiqiy haromxo'rlik endi mana boshlandi. Yandexda yomon tomoni ham mana. Achchig'ingiz keladi, mehnat qilib, 2 kilometr yurib kelyapman velosipedda. Bunaqangi tumanda itan bitan ko'rinmaydi. Endi tasavvur qilavering. Koeffitsient 1 berib qo'yyapti. Poddeshkaga yozsam, aytyapman, ahmoqlar. Bunaqangi tumanda hayotim riskovat qilishimga arzimaydi bu berib turgan 10 ming so'm puling. Ko'tar narxni. Hozir grupa говоря, Zagrad joyiga keldim. Zagrad. Bizda shu Qo'qonda Salayn degan qishloq bor. O'sha yoqqa keldim. Qo'yaverasizlar. Ahmoqgarchilik. Odamlarni ustida izdevotsa qilish. Noto'g'ri narsa-da. Ras O'zbekistonga kelyapsanmi, biznesingni qilyapsanmi, odamlarni ishlatyapsanmi? O'zbekda bir maqol bor. Ras ustani ishlatdingmi, peshanada terisi quriguncha haqqini ado qil. Biz ustavasiz, gap yo'q. Biz ko'ryapmiz. Lekin boy biznesda o'ngi chapi bo'lganda mana shu holasi hozir o'ng yo chap bilmadim. Endi bu qanaqa holati hozirgi holat. Bunaqangi tuman paytda oddiy zakazga ham kechirasizlar. Ob-havo chatoq bo'lgan hisobiga ko'rganlarimizga jicha bonus miqdorida oshirishimiz kerak. Gapi klientdan olmasa u pulni cho'ntagidan to'lasin. Aqli yetsa. Agar aqli yetmasa bilmadim. Просто qilib turgan mehnatingizga achinib ketasiz-da. Tumanni qarang mana. Yana ham hozir fonar ham yonib turibdi. Qorong'i ko'chalarga kirsiz, fonar ham ish bermaydi. Stalbalar yo'q. Svet yo'q, svet o'chgan joylarda. Вообще qiyin-da. Shu narsani tushuntirsiz, bahmola tushunmaydi. Borishingizga 4900 so'm, aqalli kilometrga 1400 so'mdan. Что вас не устраивает, ребята? Ahmoq. Меня не устраивает такой